Oqsillar biologik dunyoda juda ko'p vazifalarni bajaradi. Ba'zilari ozuqa moddalarini tana bo'ylab tashiydi, ba'zilari kimyoviy reaksiyalarni tezlashtiradi, boshqalari esa tirik organizmlarning tuzilishini hosil qiladi. Shuncha turli vazifalarga qaramay, barcha oqsillar bir xil 21 ta qurilish bloki aminokislotalardan tashkil topgan. Aminokislotalar quyidagi elementlardan iborat: uglerod, kislorod, azot, vodorod, ba'zilarida oltin gugurt. Selenotsistein esa tarkibida selen elementi bo'lgan yagona aminokislotadir. Har bir aminokislota quyidagilardan iborat: amino guruh, karboksil guruh, yon zanjir, markaziy uglerod. Yon zanjir aminokislotalarni bir-biridan farqlaydigan qismdir. Aminokislotalarning turlari: gidrofob, suvni yoqtirmaydi, uglerodga boy, suv bilan yaxshi aralashmaydi. Gidrofil, polyar, suv bilan yaxshi aralashadi. Zaryadlangan, qarama-qarshi zaryadli moddalar bilan o'zaro ta'sirlashadi. Oqsil tuzilish darajalari. Birlamchi tuzilish. Bu aminokislotalarning ketma-ketligi DNK tomonidan belgilanadi. Aminokislotalar peptid bog'lari orqali ulanadi. Har bir bog' hosil bo'lganda suv ajraladi. Bu zanjir oqsilning asosiy skeleti hisoblanadi. Ikkilamchi tuzilish. Oqsil zanjiri ikki xil shaklga buklanadi: alfa spiral, beta qatlam. Alfa spiral vodorod bog'lari bilan mustahkamlangan spiral shakl. Beta qatlam yonma-yon zanjirlar orasidagi vodorod bog'lari bilan hosil bo'ladi. Uchinchi, uch o'lchamli tuzilish. Bu oqsilning umumiy 3D shakli. Ko'p oqsillar yumaloq, globulyar shaklga ega. Gidrofob qismlari ichkarida, suvdan yashiringan bo'ladi. Membranadagi oqsillarda gidrofob qismlar tashqarida bo'ladi. Zaryadlangan qismlar boshqa molekulalar bilan bog'lanadi. Oqsilning vazifasi shakliga bog'liq. Oqsilning 3D shakli uning vazifasini belgilaydi. Masalan, gemoglobin kislorodni tashiydi, temirli gem qismi bor. Bir nechta zanjirlar birlashib bitta funksional oqsil hosil qiladi. Gemoglobin 4 qismdan iborat bo'lib, kislorodni oson bog'lab va ajratadi. Oqsillarni tasvirlash usullari. Barcha atomlar ko'rsatilgan model. Lenta modeli spiral va qatlamlarni ko'rsatadi. Sirt modeli suv bilan ta'sirlashadigan joylarni ko'rsatadi. O'lchami. Ko'p oqsillar juda kichik. Gemoglobin 6,5 nanometr. Bitta qizil qon hujayrasi 280 million gemoglobin molekulasi bor. Oqsillar misollari va vazifalari. Antitanachalar kasalliklardan himoya qiladi. Insulin qondagi shakar miqdorini boshqaradi. Alfa amilaza og'izda kraxmal hazmini boshqaradi. Xulosa: oqsillar aminokislotalardan tuzilgan. Tuzilishi birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi. Juda ko'p biologik jarayonlarda ishtirok etadi.